Ozishdagi uyquni ahamiyati. Menga juda ham ko'p savollar keladi. Nargiz opa, hech qanaqa dieta qilmasdan, parhez qilmasdan, sport bilan shug'ullanmasdan ozsam bo'ladimi deb so'rashadi va qanday deb. Bugun shu savollarga sizlarga ham qo'shib javob beraman. Ya'ni hech qanaqa harakat qilmasdan, hech qanaqa pitaniyani to'g'irlamasdan ozish imkoni bor. Buning uchun esa biz albatta uyquni joyiga qo'yishimiz kerak. Chunki to'g'ri uyqu orqali biza hamma organizmimizga kerakli bo'lgan vitaminlarni ham, minerallarni ham, metabolizmni ham tiklay olamiz. Agar siz ayni uxlaydigan vaqtda 22:00 da deylik, sport bilan shug'ullanib turgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam qandaydir detoksdan ichib turgan bo'lsangiz, hech qaysi ta'sir qilmaydi. Chunki siz u paytda hazm jarayoniga emas, ya'ni organizmni terlash jarayoniga emas, ayni uyquga berishingiz kerak. Misol uchun, uyqusizlik oqibatlari qanday ta'sir ko'rsatadi? Uyqusizlik, ya'ni siz vaqtida uxlamasangiz, ertalabgacha o'tirib chiqadigan bo'lsangiz, organizmda melatonin gormoni pasayishiga olib keladi. Melatonin gormoni pasaydi degani sizda yaxshi tiklanish bo'lmaydi, mushaklar pasayadi, immunitet pasayadi va undan tashqari organizm energiyani sarflashni tejashni boshlaydi. Energiyani sarflash, tejash boshlagandan keyin kilokaloriyalar kam hazm bo'ladi va uni oqibatida esa sizda yog' to'planish ko'payib boradi. Ya'ni agar sizda yaxshi uyqu bo'ladigan bo'lsa, yog'laringiz erib uyg'onasiz. Agar sizda yomon uyqu bo'ladigan bo'lsa, aksincha yog'laringiz to'planib uyg'onasiz. Va yana bir narsa, kunduzgi uyqu yoki ertalabki uyqular hech qaysi melatonin gormonini ishlab chiqarmaydi. Faqatgina 22:00 dan 02:00 gacha ayni melatonin gormoni ishlash chiqarishi pikka chiqqan payti bo'ladi. Endi melatonin gormoni bu antioksidant gormon, ya'ni qanday ishlab chiqariladi? Bu miyamizning orqa qismida epifil bezi orqali reaksiyaga kirishadi va oddiy til bilan aytganda kun va tunni farqlashiga bizaga yordam beradi. Kunduz kuni esa quyosh nurlari oqibatida melatonin pasayadi. Tunda esa u kuchayadi. Shuning uchun biz ayni vaqtida uxlaganimiz sayin bizada melatonin gormoni ishlashi, insulinga moyilligimizni pasaytirishi, undan tashqari yog'larimiz parchalanishi, organizm tiklanishi, immunitet, mushak yig'ilishi va eng muhimi go'zallik etapi boshlanadi. Siz yuzingizga qanchalik qimmatbaho kosmetikalar qilmang, eng zo'r protseduralarni qilmang, lekin organizmingizga to'g'ri uyquni bermas ekansiz, organizm o'zi to'g'ri melatonin ishlab chiqarmas ekan, uni hech qaysina foyda bo'lmaydi. Agar siz yosh va go'zal bo'lib qolishni xohlasangiz, albatta birinchi o'rinda uyquni rejimga qo'yishingiz kerak hisoblanadi. Yana bir narsa, misol uchun hozir ko'pchilik ayollarda bu narsalar kuzatiladi, emotsionalniy ochlik. Ya'ni gormonlari joyida bo'lishi mumkin, hamma pitaniyasiga qaraydi, e'tibor beradi, lekin ora-orada emotsionalniy ochlik bo'ladi. Ya'ni juda ham ko'p ovqat yeb qo'yadi, miya o'chadi. Shunda duch kelgan narsani yeb tashlaydi. Xolodilnikni ochadi, nima bo'lsa yeydi yoki magazinga kiradi, xohlagan narsalarni sotib olib iste'mol qilishni boshlaydi. Bu emotsionalniy ochlik. Emotsionalniy ochlikka qanday qilib biza pasaytirsak bo'ladi? Faqatgina uyqu yordamida. Agar siz to'g'ri sog'lom uyqu bo'ladigan bo'lsa, emotsionalniy ochlik bo'lmaydi. Siz bemalol kun davomida a'lo kayfiyat bilan o'zingizni ratsioningizni, nafsingizni, kayfiyatingizni boshqara olasiz. Agar sizda yomon uyqu bo'ladigan bo'lsa, albatta sizni dietani davom ettira olmaslik, hech qanaqa xohish yo'q, kayfiyat yo'q, asabiylik va albatta emotsionalniy ochlikka urg'uni ko'p beraverasiz. Chunki siz uyquni vaqtida sog'lom uyquni bermaganligingiz uchun organizmda albatta yetishmovchiliklar oqibatida kun davomida miya uni so'raydi. Bermang o'sha vitaminlarni deb so'raydi. Sizda esa bu holat emotsionalniy ochlik ham desak ham bo'ladi va shu paytda siz hamma duch kelgan narsalarni iste'mol qilasiz. Shirinlik bormi, xamir ovqatlarni o'zingizdan voz kecholmaysiz va undan keyin yig'lashni boshlaysiz, siqilishni boshlaysiz, nega davom ettira olmayapman deysiz va buni oqibatida esa sizni kortizol gormoningizni oshirib olishingizga ta'sir ko'rsatadi. Kortizol gormonini hozirgi kunda bu sirli gap emas, ya'ni hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzuga aylanib ketdi. Kortizol gormonini tushirish, kortizol gormoni haqida ma'lumotlar juda ham ko'p. Va men bitta narsani aytaman, mutaxassis sifatida kortizol gormonini tushirishi eng zo'r yo'li bu to'g'ri uyqu. Siz har qancha preparatlarni iste'mol qilmang, har qancha qo'shimcha badlarni iste'mol qilmang, uyqungizni nazorat qilmas ekansiz, sizda kortizol gormoni baland bo'laveradi. Kortizol gormoni baland bo'lar ekan, ozishdan umid qilmasangiz ham bo'ladi, chunki u ayni qorin sohasining bel sohasiga katta yog'lar to'planishiga olib keladi va bu yog'larni eritish esa sport zal bilan emas, aynan uyqu bilan birgalikda bevosita yordam bersak bo'ladi.
Sog'lom uyquni yana bir foydalari bor. Bu yosharish, go'zallik deb aytdim. Undan tashqari bizani xotiralarimizga ta'sir ko'rsatadi va undan tashqari antioksidant, ya'ni immunitetimiz ko'tarilib, mushaklarimiz yaxshi yig'ilib, biza terang, tetik, aktiv bo'lishimizga ham yordam beradi va butun organizmimizda modda almashuv yaxshi ishlanganini hisobiga biza organizmimiz yaxshi hazm bo'lish, yaxshi yog'larni eritish va yaxshi kilokaloriyani hazm bo'lish jarayoniga olib keladi. Shuning uchun uyquni to'g'irlang va sizga ortiqcha narsalarga hech ham ovora bo'lmasangiz ham bo'ladi. Sog'lom ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha foydali ma'lumotlarni Telegram kanalimga joylaganman. Telegram kanal linkimni esa mana shu videoni tagida qoldirganman. Albatta o'tib kuzatishda davom eting.